Kunning muhim va dolzarb yangiliklari bilan dunyo yangiliklari o'z ishini boshladi. Washington to'xtatdi. Nega Tramp va Putin sammiti kutilmaganda bekor qilindi? Moskvada migrantlarning ishini qonuniylashtirayotgan sxema fosh etildi. Suriyani tiklash uchun qancha mablag' kerakligi aytildi. Nyu-Yorkdagi 102 qavatli osmono'par bino nuray boshladi. Aliyev Ostonada muhim xabarni e'lon qildi. AQSh ittifoqchilari jangga tayyor, ammo Tramp to'xtang dedi. Nega? Turkmanistondan Afg'onistonga gaz quvuri yotqizish ishlariga start berildi. Sedanachi milliy brenddan yangi taklif. Erkaklar orasida keng tarqalgan muammolar bor. Tez-tez hojatga chiqish, bel va qorin og'rig'i, kuchsizlik va quvvatning pasayishi. Bu oddiy charchoq emas, prostata muammosining belgisi bo'lishi mumkin. O'zbekistonda Prostamix tabiiy vosita prostata bezini sog'lomlashtiradi, erkak kuchini tiklaydi va sog'lik uchun xavfsiz. Qo'ng'iroq qiling 55 513 99 99. Washington to'xtatdi. Nega Tramp va Putin sammiti kutilmaganda bekor qilindi? Washington Rossiya prezidenti Vladimir Putin va Oq uy rahbari Tramp o'rtasidagi sammitga tayyorgarlikni to'xtatdi. Bu haqda NBC News muxbiri Garrett Hake Oq uyning yuqori martabali mulozimiga tanib xabar berdi. Uning aytishicha, Rossiya va AQSh prezidentlari o'tgan haftada o'tkazilgan telefon qo'ng'irog'idan so'ng ushbu qarorga kelgan. Vaziyatdan xabardor yevropalik diplomatlarga ko'ra, Tramp hozirda na Rossiya, na Ukraina muzokaralarida oldinga siljishga tayyor emas deb hisoblaydi. Reuters'ning yozishicha, Tramp yaqin 2 hafta ichida o'tkazilishini umid qilgan Budapeshtdagi uchrashuv Putin o'zining radikal talablaridan voz kechishga tayyor emasligi ayon bo'lgach, shubha ostiga qo'yildi. Tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov va davlat kotibi Rubio o'rtasida shu haftaga mo'ljallangan tayyorgarlik uchrashuvi bekor qilindi. Bu amerikaliklar sammitni olg'a siljishga tayyor emasligini anglatadi. 16 oktyabr kuni AQSh prezidenti Vengriyada Putin bilan uchrashishni ma'lum qilgan edi. Muzokaralarning aniq sanasi hali belgilanmagandi. Uchrashuv kuni noma'lum bo'lsa-da, Budapesht unga juda a'lo darajada o'tkazish uchun tayyorgarlikni boshlab yuborgandi. Hattoki Vengriya tashqi ishlar vaziri Searto Rossiya prezidenti Putinning AQSh prezidenti Tramp bilan uchrashuv uchun Budapeshtga tashrifi chog'ida xalqaro jinoiy sud buyrug'i asosida hibsga olinish xavfini yo'qligini aytgan. Vengriya 99-yilda xalqaro jinoiy sudning asosini tashkil etuvchi Rim statusini imzolagan va 2001-yilda uni ratifikatsiya qilgan. Biroq 2023-yildayoq mamlakat rasmiylari Putin tashrif buyurgan taqdirda u hibsga olinmasligini aytgan. Moskvada migrantlarning ishini qonuniylashtirayotgan sxema fosh etildi. Rossiya Milliy gvardiyasi maxsus kuchlar, Federal xavfsizlik xizmati va politsiya bilan birgalikda Moskvadagi noqonuniy migratsiya kanalini to'xtatdi. Bu haqda gvardiya matbuot xizmati xabar berdi. Tergov ma'lumotlariga ko'ra, ular 3000 dan ortiq chet ellik fuqarolarning Rossiyada bo'lishini qonuniylashtirish uchun soxta hujjatlardan foydalangan. Noqonuniy sxema migrantlarni yashirin kompaniyalarda soxta ish joylashtirishni o'z ichiga olgan. Ko'zdan kechirish chog'ida qalbaki mehnat shartnomalari, soxta tashkilotlarning muhrlari va boshqa daliliy ashyolar olingan. Noqonuniy faoliyatga aloqadorlikda gumonlanib ishga yollash agentligi va Moskva qurilish kompaniyasi xodimlari qo'lga olindi. 16 oktyabr kuni mamlakat ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Irina Volk xuddi shunday holat haqida xabar bergan edi. Uning so'zlariga ko'ra, huquq-tartibot idoralari xodimlari migrantlarni shirkat orqali ro'yxatga olishda gumon qilib, Moskva qurilish kompaniyasi xodimlarini hibsga olgan. Unga ko'ra, huquqbuzarlar shu tariqa migrantlarning qolish muddatini uzaytirib, ularga ro'yxatdan o'tish uchun asos yaratgan. Shuningdek, ushbu sxema gumonlanuvchilarga soliq va sug'urta mukofotlarini to'lashdan bo'yin tovlash imkonini bergan. Natijada tergovchilar noqonuniy migratsiyani tashkil qilish bo'yicha ish qo'zg'atdi. Bu Rossiya Jinoyat kodeksining 322.1 moddasi bo'yicha 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosini nazarda tutadi. Suriyani tiklash uchun qancha mablag' kerakligi aytildi. Jahon banki fuqarolar urushi ortidan Suriyani tiklash uchun zarur bo'lgan xarajatlarni 216 milliard dollar deb baholadi. Bu haqdagi hisobot bankning rasmiy saytida e'lon qilindi.
Hisobot 2011-2024 yillar oralig'idagi ma'lumotlarga asoslangan bo'lib, unda urush oqibatida Suriyaning urushdan avvalgi jami kapitalining qariyb 1/3 qismi yo'qotilgani qayd etilgan. Infratuzilma, turar joy va noturar binolarga yetkazilgan to'g'ridan-to'g'ri moddiy zarar 108 milliard dollar deb baholangan. Eng ko'p zarar ko'rgan soha infratuzilma, unga jami zararning 48% to'g'ri kelgan. Umuman olganda yo'qotilgan va shikastlangan aktivlarning umumiy qiymati 140 milliard 345 milliard dollargacha deb baholanmoqda. 216 milliard dollar eng konservativ hisob-kitob sifatida keltirilgan. Eng katta vayronagarchiliklar Halab viloyati va Damashq atrofidagi qishloq hududlarida qayd etilgan. Bu hududlarda urushning dastlabki yo'llarida eng shiddatli janglar bo'lib o'tgan. Nyu-Yorkdagi 102 qavatli osmono'par bino nuray boshladi. Nyu-York markazida 2015-yilda qurilgan 102 qavatli osmono'par bino nuray boshladi. Binoning tashqi fasadida ko'plab yoriqlar va bo'shliqlar paydo bo'lgan. Ichkarida esa vaqti bilan liftlar buzilib, suv sizib chiqmoqda. Bu haqda New York Times xabar berdi. Bunga sabab quruvchi Garri Maklow talab qilgan fasadning oq rangi bo'lishi mumkin. Beton aralashmasining o'zgartirilgan tarkibi binoning mustahkamligini zaiflashtirgani ehtimoli bor. Bu boradagi xavotirlar qurilish boshlanishidan oldin ham berilgan. Qurilish muhandisi Steve Bonjorning ta'kidlashicha, shikastlanishlar dastlab ko'zda tutilmagan ortiqcha og'irlikdan dalolat beradi. 9 xonali summaga tushishi mumkin bo'lgan ta'mirlashsiz bino yashash uchun yaroqsiz yoki piyodalar uchun xavfli bo'lib qolishi mumkin. Binoda yashovchilar 2017-yildayoq suv sizib chiqishi, chiqindilar quvuri orqali keladigan kuchli shovqin, past energiya samaradorligi va boshqa muammolar haqida shikoyat qila boshlagan. 2021-yilda ular birinchi sud da'vosini topshirgan, keyinchalik esa 165 million dollarlik kompensatsiya talab qilgan. Bino balandligi 425,5 metr bo'lib, u Park Avenue 432 manzilda joylashgan. Bu osmono'par bino Manhattandagi eng taniqli qalam shaklidagi binolardan biriga aylangan. CNN ma'lumotlariga ko'ra, bu yerda xonadon sotib olganlar orasida qo'shiqchi Jennifer Lopez va xitoylik biznesmen Yatsan Min ham bor. Aliyev Ostonada muhim xabarni e'lon qildi. Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev Armanistonga yuk tranziti bo'yicha barcha cheklovlar bekor qilinganini e'lon qildi. Bu haqda u 21-oktyabr kuni Qozog'iston poytaxti Ostonadagi matbuot anjumanida so'z ochdi. Aliyevning aytishicha, bu qaror Ozarbayjon va Armaniston o'rtasida tinchlikning faqat qog'ozda emas, amalda ham amalga oshayotganining muhim belgisi hisoblanadi. Ozarbayjon Armanistonga yuk tranzitiga qo'yilgan barcha cheklovlarni olib tashladi. Birinchi tranzit yuk bu Qozog'iston bug'doyining Armanistonga yetkazilishi bo'ldi. Menimcha, bu Ozarbayjon va Armaniston o'rtasidagi tinchlikning nafaqat so'zda, balki amalda ham mavjudligining yaxshi misoli, deydi Ozarbayjon prezidenti. Uning so'zlariga ko'ra, Ozarbayjon va Armaniston o'rtasidagi faol hamkorlik muhim geosiyosiy ahamiyatga ega. Bugungi kunda yangi transport yo'llari ochilayotgani, Yevrosiyo mintaqalarini bog'lovchi loyihalar amalga oshirilayotgani, Kavkaz va Markaziy Osiyo tobora chambarchas bog'lanib, ko'pincha yagona geografik makon sifatida faoliyat yuritayotgani, bularning barchasi doimiy e'tibor va albatta davlat rahbarlarining ishtirokini talab qiladi, deydi Aliyev. Ma'lumot uchun, Aliyev hozirda Qozog'istonga davlat tashrifi bilan borgan. AQSh ittifoqchilari jangga tayyor, ammo Tramp to'xtang dedi. Nega? AQSh prezidenti Donald Tramp yaqin sharqdagi ittifoqchi davlatlar G'azo sektoriga qo'shin yuborishga tayyor ekanini aytdi. U bu haqda Truth Social tarmog'ida post qoldirdi. Yaqinda bir qancha ittifoqchilarimiz menga aniq va ochiq aytdi. Agar so'rasam, ular G'azoga katta kuch bilan kirib hammasini jilovlashga tayyor, ammo men hali emas edim, deb yozgan Tramp. Tramp hozircha hech bir davlatga, jumladan Isroilga ham sektorga qo'shin kiritishga ruxsat bermaganini qo'shimcha qildi. Hali ham umidi bor, ehtimol Hamas to'g'ri yo'lni tanlar. Aks holda Hamasning taqdiri vahshiylik bilan yakunlanadi, degan u. AQSh prezidenti shuningdek G'azoga yordam berishga tayyor davlatlarga minnatdorlik bildirgan, ammo ularning kimligini ochiqlamagan. Turkmanistondan Afg'onistonga gaz quvuri yotqizish ishlariga start berildi. 20-oktyabr kuni Turkmanistonning Serxtobod shahridan Afg'onistonning Hirot shahriga gaz quvuri yotqizish ishlariga start berildi. Bu haqda Altin Asir xabar berdi. Turkman xalqining milliy yetakchisi, xalq maslahati raisi Gurbanguli Berdimuhamedov Arkadag'ning Oq yo'li nomi bilan mashhur bo'lgan Serxtobod Hirot gaz quvurining navbatdagi bosqichi ishga tushirilishiga bag'ishlangan tantanali yig'ilishda nutq so'zladi. U loyihadagi ishtiroki uchun turkman gazchilariga gaz quvurini amalga oshirishda ko'rsatgan yordami uchun
Afg'oniston tomoniga minnatdorlik bildirdi. Shuningdek, Afg'onistondagi Tolibon muvaqqat hukumati bosh vazirining iqtisodiy masalalar bo'yicha o'rinbosari Abdulg'ani Barodar gaz quvuri yo'nalishi bo'ylab Turkmaniston, Afg'oniston, Pokiston elektr uzatish liniyasi, temir yo'l va avtomobil yo'llari, shuningdek logistika markazlari qurilishini ma'lum qildi. Loyiha Tapi gaz quvuri loyihasining bir qismi bo'lib, Turkmangaz davlat konserni tomonidan amalga oshirilmoqda. U Turkmaniston tabiiy gazini ishlab chiqarishni ko'paytirish va tashqi bozorlarga barqaror yetkazib berishni ta'minlashga qaratilgan. Quvurning 214 kilometrlik Turkman qismi allaqachon qurib bitkazilgan. Afg'onistonning Hirot viloyatiga boradigan yangi gaz quvurining uzunligi 153 kilometrni tashkil qiladi. Ishga 200 dan ortiq zamonaviy texnika jalb etilgan. Loyihada Afg'oniston fuqarolari ham ishtirok etmoqda. Loyiha yangi ish o'rinlari yaratib, Afg'onistonga yiliga $1 milliard ortiq daromad keltiradi. Nashrning yozishicha, Tapi loyihasi mintaqa mamlakatlari o'rtasida uzoq muddatli hamkorlikni rivojlantirishga qaratilgan. Bu turkman-afg'on munosabatlarini mustahkamlaydi va ijtimoiy-iqtisodiy infratuzilmani rivojlantiradi. Shu bilan birga qo'shni davlatlar uchun barqaror iqtisodiy makon yaratadi. Loyihani qo'llab-quvvatlashda Qo'shma Shtatlarning roli, loyiha bo'yicha maslahatchi Amerikaning Bornstein kompaniyasining hissasi alohida qayd etiladi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Dunyo yangiliklaridan uzoqlashmang.